Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Xuriya Anvar, Samakod akademiyasining asoschisi, ya'ni samolardan berilgan kodlaringiz orqali aynan o'zingizni kashf etasiz. Albatta o'z asl tabiatingizda, o'z asl taqdir tizimingizda, ya'ni bu tizim sistema, ya'ni hayot sistemadan iborat, ong sistemadan iborat va albatta bizda ichki tizimimiz va hozirgi zamonda aynan chastota yuqori, vibratsiya yuqori bo'lgan paytda alximiya davrida biz bu sistema orqali o'z elita hayotimizni tashkil qilamiz. Qachonki inson o'zi haqida ko'p bilsa, shundangina elita hayotga o'ta oladi. Uni maydonida aniqlik paydo bo'ladi. Ong esa aniqlikni yaxshi ko'radi. Aynan o'zingiz haqingizda bilmoqchimisiz? Bugun biz siz bilan 23-sana kodi haqida sizga ma'lumot beraman va kengroq ma'lumotlar ham beraman. Bitta relsga sig'maydi. Shuning uchun podpiska tugmasini bosing va albatta like-ni ham bossangiz energiya obmen bo'ladi. Va o'zingiz sanangizda yozib qoldiring. Nechinchi sanada tug'ilgansiz? O'zingiz haqingizda ongingizga bermoqchimisiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot kashf etasizmi o'zingizda? Endi qarang. 23 bu himoya, ijodkorlik va muvaffaqiyat kodi ekan. Bu aynan 23-sanada tug'ilgan insonlar haqida. Bu kod bilan tug'ilgan insonlar ichki himoyasi kuchli bo'ladi, ijodiy fikrlashi bo'ladi, tafakkur nihoyatda rivojlangan bo'ladi, odamlar bilan tez til topishadi, himoya masalan himoyasi kuchli bo'ladi, ya'ni ularda farishtalari bo'ladi. Ularga har tomondan haqiqatdan-da o'zini himoyachilari, farishtalari borligini bilmasa, ular kuchli bo'ladi. Ijodiy quvvat orqali muvaffaqiyatga erishadi. Ijod bu aynan ularda kaliti. Ya'ni bir ilmni oladi va albatta o'zinikini kashf qiladi. Uning uchun inson o'zini ong sistemasiga, uning energetikasi 23-sanada tug'ilganligi uchun 23-kodga ega va u manfiy musbatda bo'ladi. Uni esa boshqara olish, uni esa yer olamiga shaklan o'z xarakterlaringiz bilan taqdim etasiz. O'z fe'l atvoringiz bilan, o'z iste'dodingiz bilan, talantingiz bilan taqdim etasiz. Qancha mohirlik bilan taqdim etsangiz, shuncha hayotiy sifati oshib borar ekan. 2 va 3 sonidan iborat. 2 kodi bu albatta xotirjamlik, balans, diplomatiya munosabati, 3 esa ijodkorlik, quvvat va tez harakat. Qarangki 2 bilan 3 energetikasi birga bo'lganda, ular ijodiy himoya va